Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasida 1996-yildan buyon tasvirchi va video montaj ustasi sifatida ishlab kelayotgan Akmal Mo'ydinov uchun bugun esda qolarli kun bo'ldi. Shu paytga qadar teleefirni sifatli mahsulot bilan ta'minlashda hissador bo'lgan va O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasining seminar treninglarida faol ishtirok etib, qiziqarli va yoshlarbob ijtimoiy reklama va lavhalar tayyorlayotgan Akmal Mo'ydinov bugun 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan o'tkazilgan bayramda Andijon viloyati hokimining faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'asi bilan ko'plab hamkasblari qatorida taqdirlandi. Fursatdan foydalanib barcha soha xodimlarini bugungi ajoyib bayram bilan tabriklayman. Iloyim mashaqqatli hamda sharafli kasblarida charchashmasin. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlarining an'anaviy kasb bayramlari munosabati bilan tashkil etilgan bayram dasturi avvalida Andijon viloyati hokimining ayni soha fidoyilariga yo'llagan tabrigini viloyat hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Manzura Yunusova o'qib eshittirdi. Mamnuniyat bilan tinglagan fidoyi matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari bildirilgan ishonch va e'tibordan mamnun. 2012-yili respublikada eng ulug' eng aziz ko'rik-tanlovining g'olibi bo'ldim. 2013-yil insonga naf keltirish oliy baxtda g'olib bo'ldim respublikada. Yurtimizda bo'layotgan tinchlik, yurtimizda bo'layotgan bir o'zgarishlarni xalqqa yetkazishimda meni hissam borligidan juda ham xursandman. Mana shu fursatdan foydalanib, mana barcha viloyatimizda faoliyat yuritayotgan jurnalistlarga, oilalariga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Ijodlariga ulkan parvozlar tilayman. Mana bugun hammaning kayfiyati zo'r, shodiyona. Birinchidan biz 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari kunini bir juda ko'tarinki ruhda nishonlagan bo'lsak, ikkinchidan mana shu bayram arafasida prezidentimizni jurnalistlarga yo'llagan ajoyib bir tabrigini o'qib rohat qildik. Bu bizga nafaqat bir ilhom bag'ishlaydi, shuning barobarida bizga katta mas'uliyat ham yuklaydi. Bugun taqdirlanganlar qatorida yosh telejurnalist, Taraqqiyot teleradio kompaniyasida o'z o'rniga ega bo'lgan Nargiza Mirzayeva ham bor. Televideniya sohasiga qadam qo'yganimga atigi 3 yil bo'ldi, lekin ana shu qisqa fursat ichida bugungi kunda yosh bo'lishimga qaramasdan ana shunday xalqning e'tiboriga tusha olganim hamda bugungi 27-iyun ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan viloyat hokimligining faxriy yorlig'iga sazovor bo'lganim hayotimdagi eng unutilmas kunlardan biri bo'ldi desam aslo yanglishmayman. Bularning barchasi esa bugun yurtimizda barcha yoshlarga, ular qatorida esa yosh jurnalistlarga qaratilayotgan yuksak e'tibordan dalolatdir. Matbuot tizimini yanada isloh etish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash ishlari ayni kunga qadar amalga oshirilib kelinyapti. Buni Shahrixon tumanining Shahrixon gazetasi misolida ko'ramiz. Bizni Shahrixon tumani hokimligi mas'ulligidagi Shahrixon gazetasi keyingi yillarda tiraji keskin ravishda o'sdi. Moddiy texnika bazasi mustahkamlandi. Yaqinda shu tuman hokimligining amaliy madadi bilan Tahririyatga yangi Nexia rusumli avtomashina sotib oldik. Yosh jurnalistlar va tajribali matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo'naltirilgan imkoniyatlar bu usta shogird an'anasining davomiy bo'lishidan dalolat.